Atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, yangi ishlab chiqarish quvvatlari, sanoat korxonalari va investitsiya loyihalarining soni yildan-yilga ortib borayotgan bir paytda ularning tabiatga ta'sirini baholash har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero har qanday loyiha iqtisodiy samara bilan bir qatorda atrof muhiti va inson salomatligiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ana shunday holatlarni oldini olish, ekologik muvozanatni saqlash va tabiatni asrashda Davlat ekologik ekspertiza markazi Namangan viloyat filiali muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda bu yerda 9 nafar xodim samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Filialning asosiy vazifasi mo'ljallanayotgan, rejalashtirilayotgan yoki amalga oshirilayotgan xo'jalik va boshqa faoliyat turlarining ekologik talablarga muvofiqligini baholashdan iborat. Hozirda Namangan viloyat filialida 9 nafar xodim faoliyat yuritib kelmoqda. Shulardan 5 nafari ekologik ekspert hisoblanadi. Ekologik ekspertlarning vazifalari, biz tashkilot vazifalari nimalardan iborat deydigan bo'lsak, faoliyat rejalashtirilgan, amalga oshirish rejalashtirilayotgan yoki faoliyat yuritib kelayotgan shu viloyatdagi tashkilot korxonalarning faoliyatiga ekologik ekspertiza xulosasi berishdan iborat. Endi ushbu faoliyat turlari toifalarga ajratilgan. Amalga oshirish rejalashtirilgan faoliyat turlarini 541-qaror asosida hozir faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsak, bular 4 ta toifaga ajratilgan. Yuqori, o'rta, past va mahalliy darajada ta'sir ko'rsatuvchi faoliyat turlariga ajratilgan. Bu faoliyat turlarini asosan bizga kirib kelayotgan loyihalar asosida o'rganib hamda joylarga chiqib real holatini o'rganish asosida xulosalarimizni taqdim qilamiz. Xulosa berishda biz nimalarga asosan e'tibor qaratamiz? Bunda rejalashtirilayotgan faoliyatdan atmosferaga, inson salomatligiga, tabiiy atrof muhitga qay darajada zarar yetkazilayapti, ta'sirlarini o'rganamiz. Ushbu ta'sirlarga asosan u faoliyat turlari albatta yuqorida aytib o'tganimizdek toifalarga ajratilgan. Agar yuqori darajali ta'sir ko'rsatuvchi obyekt bo'ladigan bo'lsa, birinchi va ikkinchi toifadagi obyektlar Davlat ekologik ekspertiza markazimiz davlat muassasasi tomonidan, ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilsa, 3 va 4 toifaga mansub obyektlar Namangan viloyat filiali tomonidan, ya'ni biz tomonimizdan, ekologik ekspertlarimiz tomonidan ko'rib chiqiladi. Misol uchun bir tadbirkor yangi faoliyatni amalga oshirmoqchi, u yer tanlash bosqichida atrof muhitga ta'sir ko'rsatish to'g'risidagi bayonot loyihasini loyiha tashkilotlar orqali ishlab chiqadi va bizga Ecoservice platformasi orqali elektron tarzda o'zining elektron kaliti orqali ariza loyihasini yuboradi. Ariza loyihasi bizga kelib tushgandan so'ng, unga belgilangan tartibda invoyslar berilib, invoyslarga to'lov buyurtmachi tomonidan amalga oshirilgandan so'ng, ko'rib chiqish uchun ijroga, ya'ni ekologik ekspertlarga u ish kelib tushadi. Loyihani ko'rib chiqish jarayonida ekspert o'ziga kelib tushgan loyihani agar lozim bo'lsa joyiga chiqib o'rganadi va o'zini tegishli ekologik ekspertiza xulosasini taqdim qiladi. Bizda xulosalar ijobiy, salbiy va qayta ishlashga qaytarilish holatlari mavjud. Misol uchun, agar ekologik talablarga mosligi aniqlangan taqdirda biz u joyga o'zimizning ijobiy xulosamizni beramiz, taqdim qilamiz. Agarda ushbu joy ekologik talablarga mos emasligini ko'rsatgan taqdirda ekologik ekspertlarimiz tomonidan salbiy xulosalar, ya'ni rad xulosamizni taqdim qilamiz. Agar kamchiliklar aniqlangan taqdirda kamchiliklarni bartaraf etguncha qayta ishlashga qaytarib turamiz va loyiha tashkilot buyurtmachi bilan birgalikda kamchilikni bartaraf etib qayta topshirgandan so'ng qayta ko'rib chiqib xulosamizni taqdim qilamiz. Mutaxassislar har bir loyihani atroflicha o'rganib, uning atmosfera, havosi, yer va suv resurslari, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda aholi salomatligiga ko'rsatishi mumkin bo'lgan ta'sirini ilmiy va huquqiy asoslarda tahlil qiladi. Ekologik ekspertiza jarayonida loyihaning ekologik xavf darajasi aniqlanadi. Atrof muhitga salbiy ta'sirlarning oldini olish yoki ularni kamaytirish bo'yicha ishlab chiqilgan chora-tadbirlarning yetarliligi baholanadi. Agar loyihada ekologik talablarga zid holatlar aniqlansa, ularni bartaraf etish yuzasidan tegishli tavsiyalar beriladi va kamchiliklar bartaraf etilmaguncha belgilangan tartibda nazorat qilinadi. Bu esa nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlash, balki tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, aholi salomatligini muhofaza qilish hamda barqaror rivojlanish tamoyillarini hayotga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirda ekologiya sohasi kundan kunga eng muhim sohalarga aylanib bormoqda. Yani tizimda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada hukumatning kuni kecha yangi qarori ham tasdiqlandi. Bu qaror O'zbekiston Respublikasining o'tgan yil 2025-yil 24-fevralda tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi 1036-sonli qonuni, ya'ni ekologik ekspertiza, atrof muhitga ta'sirini baholash va strategik ekologik baholash to'g'risidagi qonun ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 11-may kuni 234-sonli
yangi qarori tasdiqlandi. Ya'ni bu qaror atrof muhitga ta'sirini baholashni yangi mexanizmlarni joriy qilish, chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror hisoblanadi. Mazkur qaror bilan iqlim o'zgarishi salbiy oqibatlarni kamaytirish, sanoat korxonalarining atrof muhitga hamda inson salomatligiga zararli ta'sirini oldini olish, shuningdek ekologik baholash tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha muhim mexanizmlar joriy etildi ushbu qaror bilan birga. Ushbu qarorni yana bir muhim jihatlaridan biri sifatida ko'rishimiz mumkin. Ekologik ekspeditsiyadan o'tkazuvchi majburiy faoliyat turlari belgilangan. Ushbu faoliyat oldingi 541-sonli qarorda 143 ta bo'ladigan bo'lsa, yangi 234-sonli qarorda ularning soni 221 taga oshirildi. Bu esa ekologik xavf mavjud bo'lgan shu ko'plab faoliyat turlarini yanada chuqur va sifatli nazorat qilish imkonini beradi. Qaror bilan loyiha ishlab chiquvchi tashkilotlarga ham o'z navbatida majburiyatlar belgilandi. Mazkur yondashuv bilan loyiha hujjatlarini misol sifatini oshirish, sifatliligini ta'minlash, loyihadagi ma'lumotlarni ishonchliligini va haqqoniyligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi o'z-o'zidan. Bundan tashqari ekologik ekspertiza taqdim etilgan loyiha materiallarini ko'rib chiqish muddatlarini avvalgi 541-sonli qarorimizda kalendar kunlaridan ish kunlariga o'zgartirilishi ham albatta muhim hisoblanadi. Qaror bilan obyektlarni misol toifalari ham qayta ko'rib chiqilgan. Avvalgi 541-sonli qarorimizda 4 ta toifaga ajratilgan bo'lsa, 234-sonli qarorimizda bu 3 ta toifa, ya'ni xalqaro standartlarga mos ravishda 3 ta toifaga o'zgartirildi. Bu ham 4-toifalarni olib tashlanishi, tadbirkorlarga yaratilgan qulaylikni va ma'muriy tartib tamoyillarni soddalashtirilgan tartibda tizimni xalqaro amaliyot va standartlarga moslashtirilgan tartibda olib borilish imkoniyatini yaratadi. Xulosa o'rnida ta'kidlashimiz joizki, mazkur qaror ekologik ekspertiza va atrof muhitga ta'sirini baholash tizimini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi deb o'ylayman. Eng muhimi ushbu hujjat orqali ekologik xavfsizlikni ta'minlash, inson salomatligini muhofaza qilish va investitsiya va tadbirkorlik faoliyatida ekologik mas'uliyatni oshirish hamda milliy tizimni xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi deb umid qilaman. Navbatdagi monitoring tadbirlari doirasida Davlat ekologik ekspertiza markazi Namangan viloyat filiali mutaxassislari hamda Ekologiya bosh boshqarmasining Kosonsoy tumani bo'limi xodimlari tumanda joylashgan Terijar mas'uliyati cheklangan jamiyati to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasida bo'lishdi. O'rganishlar davomida korxonaning ishlab chiqarish jarayonlari, ekologik talablarga rioya etilishi, chiqindilarni boshqarish tizimi hamda atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan ishlar tahlil qilindi. Monitoring olib borilishi sababi Prezidentimiz Yashil makon umumiy loyihasi doirasida hududlarga daraxt ekishgan. Undan tashqari davlat ekologiya ekspertiza xulosa olishgandan keyin uning orqasida talablarni bajarib kelishmoqda. Hududlarga ko'rib turganingizdek chiqindi qutilari o'rnatishgan hamda bu yerda ishlab chiqarish faoliyati natijasida atmosferaga ta'siri yoki bu yerda bo'yash sexlari bor. Bo'yashdan chiqadigan turli xil vositalar kanalizatsiya tarmog'iga kimyoviy vosita asosida tozalab turib keyin chiqariladi. Monitoring qilib boriladi. Kosonsoy tumanida boshqa tadbirkorlik subyektlari tomonidan davlat ekologiya ekspertiza xulosasini monitoringi olib borilmoqda. Davlat ekologiya ekspertiza xulosasida kechayotgan jarayonlarda muntazam monitoringni olib boramiz. Bu maqsad atrof muhitga bo'ladigan ta'sirlarini qanchadir miqdorda o'sha berilgan sertifikat yoki boshqa masalalar bo'yicha amalga oshirib boradi korxona. Atmosferaga tashlamalari yoki kanalizatsiyaga tashlamalari bor. O'shalarni muntazam monitoringini olib boramiz. Ko'zlangan asosiy maqsad insoniyat tabiatga ta'sir ko'rsatyapti, tabiatimiz ko'taryapti. Lekin tabiat insoniyatga ta'sir ko'rsatsa, lekin insoniyat ko'tara olmaydi. Shuning uchun bu tabiatimiz, borlig'imiz hammamizniki birgalikda asrash bizning vazifamiz va burchimizdir. Monitoring jarayonida korxona hududida maishiy va ishlab chiqarish chiqindilarini yig'ish uchun maxsus chiqindi konteynerlari o'rnatilgani, ular chiqindini turlariga qarab alohida ajratilgani kuzatildi. Bu esa chiqindilarni saqlash, ularni qayta ishlash imkoniyatini kengaytirish va atrof muhit ifloslanishini oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, korxona hududining ozodaligi, sanitariya qoidalariga rioya etilgani, ishlab chiqarish jarayonida
jarayonida ekologik xavfsizlik choralari ko'rilgani ham mutaxassislar tomonidan o'rganildi. Korxonada tabiatga ehtiyotkorona munosabatni shakllantirish, tabiiy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish va ekologik madaniyatni yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilayotgani e'tirof etildi. Mutaxassislar tomonidan korxona rahbariyatiga amaldagi ekologik qonunchilik talablariga qat'iy amal qilish, chiqindilarni boshqarish, tizimni yanada takomillashtirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha qator tavsiyalar berildi. Ushbu korxonamiz Kosonsoy tumanidagi namuna kichik sanoat zonasida ajratilgan 4 gektar yer maydoniga asosan trikotaj va to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanish maqsadida ochilgan. Korxonamizni ish boshlashdan oldin biz barcha talabalarga mos ravishda, shuningdek ekologik ekspertizadan o'tkazib, xulosalar olgan holda ish faoliyatimizni boshlaganmiz. Hozirgi kunda korxonamizda o'sha ekologik ekspertiza xulosalarida ko'rsatilgan barcha talablarni bajarish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Ushbu ishlarni nazorat qilish maqsadida viloyat ekologiya boshqarmasi hamda tuman ekologiya bo'limi xodimlari tomonidan ekologik ekspertiza o'tkazilgan korxonamizdagi o'sha talablarni bajarishini monitoring qilish maqsadida kelibdi. Ushbu tadbirlar doimiy ravishda qilib kelinadi bizda va biz ekologiya xodimlari bilan hamkorlikda o'zimizda mavjud chiqindilarni chiqarishi, ularni alohida qutilarga tashlab, ishlab chiqarishdan chiqqan chiqindilarni maxsus korxonalarga qayta ishlashga topshirishi doimiy ravishda birga hamkorlikda nazorat qilib boramiz. Ushbu amaliyotga oshayotgan ishlarimiz albatta ishonamizki, viloyatimizdagi ekologiya atrof muhitiga foydasi tegishini hamda tumanimizdagi yaqin atrofdagi yashash xonadonlarida yana ham toza havodan nafas olishiga o'zimizni hissamizni qo'shayotganimizda umidvormiz. Kelajakda doimiy ravishda ushbu tadbirlarimizni amalga oshirilib, yanada zamonaviy tozalovchi qurilmalarni olib kelib o'rnatishni o'z o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bunday monitoring tadbirlari hududda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, korxonalar faoliyatini ekologik talablar asosida tashkil etish hamda atrof muhitni asrashga xizmat qiladi. Bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan har bir investitsiya va qurilish loyihalarida ekologik talablarga rioya etish ustuvor vazifaga aylanmoqda. Bu esa kelajak avlod uchun musaffo tabiat, sog'lom ekologik muhit va barqaror taraqqiyotni ta'minlashga xizmat qiladi. Ekologik nazorat va davlat ekologik ekspertiza tizimining samarali faoliyati tabiatni muhofaza qilish, atrof muhit musaffoligini saqlash hamda fuqarolarning sog'lom hayot kechirishi uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Zero tabiatni asrash bugungi kunning vazifasigina emas, balki kelajak avlod oldidagi yuksak mas'uliyat hamdir.